Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan 2019-yilda chiqarilgan, ya'nida 2007, 2008, 2009-yilda tahsil olgan o'sha abituriyentlarga test savol bo'lib tushishi mumkin bo'lgan kitobdan bugun sizlar bilan dars o'tamiz. Xo'p, demak biz boshladik. Birinchi mavzuimiz bizda O'zbekiston Respublikasi mustaqil davlat deb ataladi. O'zbekiston Respublikasi mustaqil davlat. Xo'p, birinchi beriladigan savol bu yerda, bu mavzuda, xo'p, mustaqillikning tub mohiyatini anglatuvchi g'oya qaysi degan savol beriladi. Ya'ni mustaqillikning tub mohiyatini anglatuvchi g'oya bu inson manfaatlarini davlatimiz faoliyat markaziga olib chiqish g'oyasi sanaladi. Xo'p, ikkinchi savol esa bu har bir jamiyatning asosiy mezoni qaysi deyilgan savol beriladi. Ya'ni bu hammamizga ma'lum Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi 1948-yilda qabul qilingan. Qo'shimcha ma'lumot bu deklaratsiya 30 ta moddadan iborat hisoblanadi. Endi yana sizlarga bir savol berib ketaman. Javobini esa kommentariyaga yozasizlar. Xo'p, ya'nida Birlashgan Millatlar Tashkiloti, ya'nida BMT qachon va qaysi asosiy davlatlar tomonidan tashkil etilgan? Shu savolga o'z javobingizni kommentariyada kutib qolaman. Endi O'zbekiston Respublikasi mustaqil davlat sifatida quyidagi huquqlarga ega bo'layapti. Ya'ni bular 13 ta hisoblanib, birinchisi daxlsizlik, o'z hududi, chegarasiga egalik qilish huquqi. Ya'ni Konstitutsiyamizning 3-moddasida berilyapti. Yangi tahrirlangan Konstitutsiyaning shaxslarni fuqarolikka qabul qilish va fuqarolikdan mahrum qilish. Ikkinchisi, uchinchisi o'z konstitutsiyasi, kodekslar, qonunlarini qabul qilish huquqi. To'rtinchisi, qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi sud, hokimiyat organlarini, ya'ni faoliyatini yo'lga qo'yish. Beshinchisi, o'z qurolli kuchlarini tashkil qilish huquqi. Oltinchisi, xalqaro huquq subyekti sifatida xorijiy mamlakatlar bilan mustaqil aloqalar olib borish. Yettinchisi, o'z mulkiga, byudjet soliq moliyasiga ega bo'lish huquqi. Sakkizinchisi, o'z xazinasiga va pul birligiga ega bo'lish huquqi, milliy valyutasini joriy qilish. To'qqizinchisi, o'z sud tizimini tashkil qilish va sud ishlarini yuritishda mustaqilligi. 10-si bo'lyapti, o'z gerbi, bayrog'i, madhiyasi, poytaxtiga ega bo'lish huquqi. 11-si davlat tiliga ega bo'lish huquqi. 12-si o'z taraqqiyot yo'lini, o'z nomini, o'z ma'muriy tuzilishini o'z belgilash huquqi. Hamda oxirgi 13-si esa referendum o'tkazish hamda hokimiyat va boshqa organlarni tarkibini belgilash huquqi hisoblanyapti. Bu Konstitutsiyaning 9-moddasida belgilab ketilgan. Xo'p, endi barchamizga ma'lumki, harakatlar strategiyasi 2017-2021-yillarga mo'ljallangan. Xo'p, bu strategiya 2017-yil 7-fevral Prezident 49-47-sonli farmoniga binoan qabul qilingan bo'lib, bu 5 ta ustuvor yo'nalishdan iboratdir. Ya'ni buni ikkinchi yo'nalishi bizning huquq sohamizga tegishli bo'lib, bu qonun ustuvorligini ta'minlash hamda sud mustaqilligini yanada isloh qilish deb nomlanadi. Endi qolgan bosqichlar bilan tanishib ketishimiz lozim hisoblanadi. Xo'p, birinchi bosqich, ya'ni davlat va jamiyat qurilishini tizimini takomillashtirish. Moviy ranglarigacha ahamiyat berishingizni so'rab qolardim, chunki bu juda ham muhim hisoblanadi ma'lumotlar. Xo'p, qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini yanada isloh qilish siyoh rangda bo'lyapti. Endi iqtisodiyotni rivojlantirish va erkinlashtirish tilla rangda, ya'ni boylik ramzi hisoblanib, ijtimoiy sohani rivojlantirish 4-si qizil rangda va 5-si xavfsizlik, diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlik oq rangda hisoblanadi. Va qo'shimcha ma'lumot, yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi 2022-2026-yillarga bag'ishlangan. Prezident farmon 60-sonli farmoniga binoan. Endi Konstitutsiyamizdan yana bir modda berilyapti. Ya'ni bu Konstitutsiyamizning 21-moddasi fuqarolar o'z huquq va erkinliklarini amalga oshirishda boshqa shaxslar, davlat va jamiyat qonuniy manfaatlariga, huquqlariga va erkinliklariga putur yetkazmasligi shartligi haqida belgilab ketilyapti. Xo'p do'stlar, bugungi sizlar bilan tanishadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting va albatta
Ushbu video agar sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, o'z kommentariyada o'z fikringizni qoldirishingizni so'rardim. Xo'p do'stlar, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.